kundoshingizda afzal jihatlaringiz ko'p bo'lsa ham, eringiz qalbini o'sha ayolga talpintirib qo'yadi. Eri nomahramlar bilan gaplashadigan ayollar har doim esingizda tursin. Agar qachondir eringizga yoki o'sha ayollarga yoki kundoshingizga past nazarda qaraydigan bo'lsangiz, qancha ko'p past nazarda qaraydigan bo'lsangiz, undan ko'ra men o'zim afzalroqman deb qancha ko'p ichingizda shunaqa ishonch bo'ladigan bo'lsa, eringiz qalbini Alloh o'sha ayolga ko'proq intiltirib qo'yadi. Nimaga? Siz chunki ujubga ketyapsiz. Men undan ko'ra yaxshiroq, undan ko'ra afzal jihatlarim ko'p deb Alloh fazlini unutganligi sababidan Alloh sizga mana shu ujublanganingizni zararini ko'rsatadi. Bu narsani siz o'ylaysiz, erimdan bo'ldi, kundoshimdan bo'ldi yoki o'sha nomahram ayoldan bo'ldi. Ya'ni ikkalasi sevishdi, ikkalasini aybi deb o'ylaysiz. Yo'q, bu yerda sizni ham aybingiz bor. Men afzal jihatlarim ko'p deb ujublandingizmi? Mana shu ujublanganingizni Alloh fazlini unutgan bo'lasiz. Kichkinagina amalingiz bilan gunoh kabiraga yo'l qo'yganingizni o'zingiz ham bilmaysiz. Va bu narsaga tavba ham qilmaysiz. Tavba qilmaganingizdan keyin albatta uni zararini ko'rasiz va zarari siz ming afzal jihatlaringiz u ayoldan ko'p bo'lsa ham, eringiz qalbini Alloh unga talpintirib qo'yadi. O'sha siz xatoingizni tushunishingiz uchun, siz o'sha xatoni qilmasligingiz uchun, hamma narsani Alloh fazlidan ko'rishingiz uchun sizga talpintirmaydi, sizga nisbatan muhabbatini oshirmaydi. Siz xatoingizni tuzatib, yetarli darajada tavba qilib, qaytib o'sha gunohga qo'l urmaydigan bo'lsangiz, keyin hamma narsa joy-joyiga tushadi. Ungacha baribir ham ezilib, xafa bo'lib yuraverasiz.